Xo'p, bu AdSense'ga oxirgi oy mana 8815 dollar pul tushgan. O'sha pulni biz xudo xolasa ertaga borib bankdan olib, sizga ko'rsam haqiqatan ham ko'ryapsizlar, 37421 dollar pul ishlab topdi bitta kanalda o'zidan. Hammaga nasib qilsin bunaqa pul topishlar, chunki Xudo xolasa Toshkent aeroportdamiz. Shogird yoniga yo'l olganmiz. Pulini chiqarib berish uchun. Xudo xolasa yoniga borib, pullarni chiqarib beramiz. Shogird 8000 dollardan ko'proq pul ishlagan ekan. Xudo xolasa mana Surxondaryoga yetib keldik. Ertaga Humoyuddin shogirdni pulini bankdan borib olamiz. 8000 dollardan ko'proq chiqqan. Mana bizni 8000 dollar topgan shogirdimiz kelyapti Humoyuddin. Xo'p, bu AdSense'ga oxirgi oy mana 8815 dollar pul tushgan. O'sha pulni biz xudo xolasa ertaga borib bankdan olib, sizga ko'rsam. Xo'p, 8815 dollar pul bu o'zbek so'miga menimcha 100 milliondan ko'proq bo'ladi. 5 milliondan. Qaysi ish bor sizga bir oyda 100 million to'laydi? Ayting, qaysi ish bor? Qaysi biznes bor? YouTube'da zo'r biznes yo'q, bosinglar. Hali ham ikkilanyapsizlarmi? Xo'p, Humoyuddinning kanalini ko'rsataman. Bu oxirgi topilgan oyi 5900 dollar ruscha turibdi. Oxirgi 28 kunlikda va pulni ko'ryapsizlar. 4400 dollar, 8000 dollar, 5500 dollar, 4200 dollar, 5000, 5000, 5500 dollar. Har oy o'rtacha oktyabr oyi zo'r bo'lgan ekan 8000 dollar topdi oktyabr oyi. Hozir noyabr oyi davom etyapti. Menimcha noyabrda yaxshi pul topib olasiz. Xo'p, hozir sizlarga 365 kunlik ko'rsatamiz. Bu joyga kiramiz. Topgan bu joydan 365 ni bosamiz. Xo'p, ko'ryapsizlar, 37421 dollar pul ishlab topibdi bitta kanalda o'zidan. Hammaga nasib qilsin bunaqa pul topishlar, chunki YouTube'da topsa bo'ladigan pul, faqat harakat kerak. Ko'ryapsizlar, xo'p, bu joyda 200 dollar bir kunlik dohodini ko'rsatadi. 341 dollar topgan ekan 15-oktyabr kuni. Bir kunlik dohod 341. Mana ertalabdan yo'lga chiqdik, bankni quritgani. Soat 8 bo'ldi, Surxondaryodamiz, Termizda. Bankka borib hozir pulni olamiz, xudo xolasa. Qanday kayfiyatlar? Zo'rmi? Nasib bo'lsa bugun bankni quritamiz shogird bilan. 8815 bo'ldi. Dollarlar. Hop, mana Swift kim tushunsa 8700 dollar pul tushdi. Hozir buni olamiz, xudo xolasa. Humoyuddin mana pulni oldilar. Sanab ko'rsang-ku.